Tushda quyosh ko'rishning ta'birlari. Tushda quyosh ko'rish boylik va obro'ga ishoradir. Quyoshning sajda qilganini ko'rgan kishi yuqori martabaga erishadi, davlatmand bo'lib, rohat-farog'atda hayot kechiradi. Tushdagi quyosh podshoh, prezident, qirol, sulton, qo'mondon, olim va mashhur kishilar ramzi hisoblanadi. Tushda quyosh ko'rish kishilarning ahvoli, egallagan mansabga qarab turlicha ta'birlanadi. Siyosat bilan shug'ullanuvchi kishi tushida quyosh ko'rsa, boshqaruvda ishtirok etadi. Shunday tush ko'rgan olim esa insoniyatga manfaati tegadigan kashfiyot qiladi. Tushida quyosh ko'rgan oddiy kishi baxtga, davlatga erishadi. Uylanish arafasida shunday tush ko'rgan kishi uchun bu quda tomonning aslzoda, hurmatli kishilar ekanini bildiradi. Quyoshni ushlagani, u bilan birlashib ketganini ko'rgan kishi siyosat bilan shug'ullansa, yuqori martabaga erishadi. Quyosh tutilganini ko'rish taniqli zotning vafotiga ishoradir. Bir yo'la ikkita quyosh chiqqanini ko'rish yaxshilik alomati emas.